Assalomu alaykum. Oltin valyuta zaxiralari nima degani va uning davlatga qanday foydasi bor? Oltin valyuta zaxiralari davlatning yuqori likvidligi bilan ajralib turuvchi aktivlari bo'lib, ular maxsus davlat strukturalari, davlat g'aznasi va markaziy banklari tomonidan nazorat qilinadi. Oddiy so'z bilan aytganda, oltin valyuta zaxiralari davlatning oltin va boshqa mamlakatlar valyutalaridagi rasmiy zaxirasi hisoblanadi va quyidagilardan tashkil topadi: quyma oltin, tanga, platina, palladiy, kumush kabi qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar. Davlatlararo miqyosda zaxira valyutasi sifatida tan olingan xorijiy pul vositalari, shuningdek, xalqaro valyuta jamg'armasi chiqaradigan naqdsiz pul birliklari. Bu pul birliklari moddiy jihatdan mavjud bo'lmaydi. Bu vositalar hukumatning maxsus hisoblarida yozilgan bo'ladi. Ulardan xalqaro qarzlarni uzishda, milliy valyuta kursini to'g'rilashda, xalqaro valyuta jamg'armasi bilan hisob-kitoblarda foydalaniladi. Oltin valyuta zaxiralarini nimalarga sarflash mumkin? Birinchidan, mamlakatning to'lov va savdo balansidagi defitsitni bartaraf etish uchun. Ikkinchidan, inflyatsiyani ushlab turish, milliy valyutani moliya bozorida qo'llab-quvvatlash uchun valyuta sotib olishga. Uchinchidan, davlatning tashqi qarzlarini to'lash uchun. Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi hisob-kitoblar va boshqalar uchun. Oltin valyuta zaxiralaridan foydalanish va boshqarish 3 xil tarzda amalga oshirilishi mumkin. Zaxiralarning egasi g'azna yoki moliya vazirligi hisoblanadi. Oltin valyuta zaxiralaridan qanday foydalanishni ular hal qiladi. Markaziy bank ularning topshirig'ini bajaradi xolos. Bunday mexanizm Buyuk Britaniyada yo'lga qo'yilgan. Markaziy bank oltin valyuta zaxiralarining yagona egasi bo'ladi. Zaxiralarni shakllantirish va undan qanday foydalanishni Markaziy bank belgilaydi. Germaniya va Fransiyada mana shu model amal qiladi. Oltin valyuta zaxiralariga egalik qilish va boshqarish vakolatlari Markaziy bank va g'azna moliya vazirligi o'rtasida taqsimlanadi. Bunday tizim Rossiya, Yaponiya, AQShda joriy etilgan. Oltin valyuta zaxiralari davlatga nima beradi? Davlatning oltin valyuta zaxiralari miqdori uning iqtisodiyoti va moliyaviy tizimi holatidan darak beradi. Davlatlararo majburiyatlar bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishni kafolatlaydi. Davlat zaxiralari bilan ta'minlash qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi. Ular jumlasiga mamlakat valyutasini qo'llab-quvvatlash, davlat siyosatiga ishonchni saqlab turish, pul kredit vositalarini boshqarish, inqirozli vaziyatlarda karaxtlikka tushib qolmaslik, mamlakatning ishonchlilik reytingini ushlab turish kabilar kiradi. Milliy valyutasi devalvatsiyaga uchrashi xavfi yuqori bo'lgan mamlakatlar oltin valyuta zaxiralarini barqaror darajada ushlab turishi lozim. Davlatning oltin va valyuta zaxiralari keskin kamayishi iqtisodiy pasayishni keltirib chiqarishi mumkin.